Assalomu alaykum. Xayrli kun barchaga azizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Biroz 3-4 kun Instagramda ko'rinmay qolganimga ko'pchilik qidiribdi. Juda ham xursandman. Ijobiy so'zlar yozib, bormisiz, nimalar bilan bandsiz deb yozishibdi. Xursand bo'ldim. Borman, Xudoga shukr, yaxshiman. Ayni damda ishlar bilan bandmiz, syomkalar bilan bandmiz. Hozir esa darsga yo'l oldim. Kecha ham kun bo'yi syomkada bo'lganmiz. Biroz charchabman. O'shanga endi darsga hozir biroz kech qolyapman. Lekin ulguraman, xudo xolisa. Ish bilan, ijod bilan, syomka bilan, yangiliklar bilan bandman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yo'qlaganingiz uchun rahmat. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Barchaga yaxshi kayfiyat.